Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, bizda bir juda ham chiroyli tenglama berilgan. Tenglamani yechishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib yechamiz? Oddiy bir noma'lumlik chiziqli tenglama. Xo'sh, aslo bu tenglamaga mahraj berib yubormang. Bizda juda muammo ko'payib ketadi mahraj berib yuboradigan bo'lsak. Demak, biz buni oson va qulay usulda ishlaymiz. Xo'sh, qanday qilib ishlaymiz? Xo'sh, x-3 taqsim 2022. Birni ayirib yuboramiz. Qo'shilgan x-2 taqsim 2023. Birni ayirib yuboramiz. Qo'shilgan x-1 taqsim 2024 ayrilgan 1. Demak, uchalasidan birini ayirib yuborganimiz uchun narigi tarafdan ham 3 ta birni ayirishimiz kerak. Ya'ni 3 ta 1 3 bo'ladi. 3 ta 3 ni ayiradigan bo'lsak, nima qoladi? Xo'sh, mahraj berib yuboradigan bo'lsak, x-3 2022 taqsim 2022 plus x-2 minus 2023 taqsim 2023 plus x minus 1 minus 2024 taqsim 2024 barobar 0 bo'lar ekan. Demak, suratimizda demak bu ikkalasi x minus 2025 taqsim 2022 bo'ldi. Plus bunisi x minus 2025 taqsim 2023 bo'ldi. Plus bunisi x minus 2025 taqsim 2024 bo'ldi. Barobar 0 bo'ldi. Suratimizdan x minus 2025 ni olib chiqadigan bo'lsak, xo'sh, 1 taqsim 2022 plus 1 taqsim 2023 plus 1 taqsim 2024 barobar 0 bo'ladi. Ko'paytma 0 bo'lishi uchun ko'paytuvchilarning har birini 0 ga tenglashtirish kerak. Bu 0 ga teng bo'la olmaydi. Biz mana buni 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, x minus 2025 barobar 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, x teng 2025 bo'ladi. Xo'sh, sizga mana shunaqangi tenglamalarning oson yechish yo'llari yoki qiziqarli misollarning isbotlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.